Giyohvandlik vositalari savdosiga qarshi kurashish doirasida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Davlatobod tumanida istiqomat qiluvchi 1982-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxsning yashash xonadonida tashkil qilingan narkolaboratoriya fosh etildi. Tezkor tadbir davomida ushbu manzilda 1 kilogramm 119 gramm gashish, 111 gramm marixuana, 493 gramm ko'kinsimon moddalar, sintetik narkotiklar tayyorlashda foydalaniladigan formulalar ro'yxati yozilgan varoqlar, turli xildagi kimyoviy suyuqliklar, giyohvandlik vositalarini qadoqlashda ishlatiladigan zip paketlar, respiratorlar, elektron tarozilar, quritish moslamalari va boshqa asbob-uskunalar hamda texnik vositalar ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida fuqaro yashash xonadonida birdan elektron tarozi varanka mana ichida yashil dog'lari bor, ko'ryapsizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta o'ziga rangi o'tkir xiddiy giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar, shuningdek ko'kinsimon sariq rangli yashil salafan paketda oq o'tkir xiddiy ko'kinsimon bilan quritilgan o'tkir xiddiy o'simlik vositasiga o'xshash vositalar mana bir juft maxsus perchatka himoyalanish turli o'tkir hidli suvlar, idishda suyuqliklar borligi aniqlanmoqda. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan hamda 276-1 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, giyohvandlik bu nafaqat bir inson, balki butun oila va jamiyat kelajagiga tahdid soluvchi og'ir illatdir. Shubhali holatlar, noqonuniy moddalar savdosi yoki saqlanishiga doir ma'lumotga duch kelsangiz, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling.